O'zbekiston bo'yicha hali bunaqa aksiyalar bo'lmagan, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz uchun yangilikni zo'rini qildik. Xudo xolasa mana shu tullarimizni Turkiya brendiga tegishli filistrovka tullarimiz asnovasi grek setkalardan mana shunaqa filistrovka qilgan, dazmol qilib yuvilganda ham o'sha filistrovkalar chiqib qolmaydi. O'z vaqtida bu tullarimiz 60 ming so'mdan baland sotilgan. Endilikda do'konimizdan kelib 15 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Bularning soni chegaralanmagan. Xohlasangiz bog'chaga, bundan tashqari tashkilotlarga, maktablarga bemalol kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Undan tashqari bizda kvarts materiallarimiz ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, ularning narxlarini tanishtirib o'tamiz. Kvartslarimizni atigi narxlarini 10 ming so'mdan qilib beramiz. Buning shartlari hech qanaqa sharti yo'q. Ba'zi bir pardachilar chiqazyapti, aksiya qilamiz, bizlarga podpiska bo'lgan bo'lishingiz kerak, komment yozgan bo'lishingiz kerak deb. Bizlarga hech qanaqa shartlari bor. Iloji bo'lsa agar kommentariyaga parda olmoqchi bo'lgan do'stlaringizni atmetga qilasiz. Undan tashqari do'stlarga shu videoni jo'natamiz. Chunki deganda bu pardalarning narxlariga 10 ming so'm, 15 ming so'mga yozishni hisob bo'lmay qoldi. Bemalol kelib do'konimizda parda xarid qilib ketish mumkin. Uylariga, teraskalariga, xohlagan bo'lmasam qarindoshlarga sovg'a qilsalaringiz ham bo'ladi. Bitta ruloni 30 ming so'm pul bo'ladi, 30 metr bo'ladi. O'shaning uchun ulgurib qolamiz. Ansor pardalar salonida xudo xolasa qaynoq aksiyalar hali ham davom etmoqda.